Qara Uyg'urlar 20 bölüm. Şii Xitayning arami buzildi. Yaqindan buyon yuz bergan ko'ngilsizliklar uni odatdagidanmi bakrak tarsa qilib qo'ygandek qiladi. Doimiy komitet yig'ini uyushtiringlar. Wang Yi bilan Mao Yangmi qatnashsin. To'ng'iznikidek sangilab ketgan go'shlik qora yuzini sangilatib buyruq tushirdi u kotiblarga. Uzun o'tmay Xitoy Markaziy komitetining 7 doimiy hay'at a'zosi bilan Tashqi ishlar komiteti bosh kotibi Yang Jiechi, Tashqi ishlar ministri Wang Yilar yig'in zaliga jam bo'ldi. Yo'ldoshlar, yaqindan beri yuz bergan og'ir voqealar davlatimizning chet ellardagi organlarida muqimsizlik sodir qilib qolmay, yana xalqarodagi inovatimizga mu ta'sir yetkazmoqda. Bir qism dushman kuchlar atoqda terrorchilarni ayblab qo'ygani bilan ostibdan bizni atalmish Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga qistamoqda. Texi tunugilla Amerikaliklardan telefon keldi, nervamni o'riltib. Deb so'z boshladi Shi Cho'shqa. Bu ishda bizning savallikimiz bor, dedi Yang so'z qilib. Chet ellardagi organlarimizni qo'g'dash tadbirlarimiz yetarli emas. Ko'pchilikning terrorizmning oldini olishdagi ong saviyasimi yetarli emas. Bundan keyin mushu ojizliklarni yengishga tirishimiz. Biz bu voqealar sababli jazolanishga loyiqmiz. Bu ish hammamizning xotirjamligini buzdi. Men shaxsan Uyg'ur terrorchilarini bu qadar qabih deb o'ylamagan ekanman. Qurbon bo'lgan sabdoshlarimni o'ylasam, uyqum kelmaydi. Asosliq mas'uliyat menda. Men og'ir jazolanishim kerak, dedi Wang Yi degan Xitoy qo'l qo'shtirib, yig'lamsiragan chiroy qulluq bildirib. Biz Jungo ishidagi Uyg'urlarni asosan har bir odamgacha inchga kontrol qilib bo'ldik. Ammo chet eldagi Uyg'urlarni kontrol qilishda yana yo'chuq bor. Ularning bir qismini tizginlagan bo'lsak-mu, hammasining chulurini qo'limizga elishimizga yana vaqt ketadigan o'xshaydi. Ammo yaqindan beri orqa-orqadan yuz bergan voqealar bizni cho'chitmoqda. Buning orqasida cho'qim bir kuchli qo'llovchining borligida shak yo'q. Yo'ldosh Yang mushu yoqda bir ma'lumot bersa, dedi doimiy a'zolardan Wang Yang. Biz 7-nomerlik hujjat chiqqandan buyon chet eldagi bo'lgunchi Uyg'urlar orasiga odamlarimizni yerlashtirib, atalmish Uyg'ur davosini asosan kontrolga ilib bo'lgan edik. Ammo nadim bala tegdi, yaqindan qora Uyg'urlar deydigan afrikaliklar paydo bo'lib qoldi. Ular qandaqmi Uyg'ur bo'lsin? Bu pek kulkilik bir ish. Ammo dal ana shu afrikaliklar Uyg'urlarga bo'rining hidini puritib, bu chantolarni asli holatiga qaytishga ha deb undamoqda va uningga yetakchilik qilmoqda. Natijada biz Uyg'urlar orasiga saplagan 2 nafar muhim odamimiz o'ldirildi va Kunz instituti boshlig'ining o'ldirilishi, Turkiyadagi tijoratchilarimizning mol bazalarining ko'dirilishi va bu qatimqi qonliq konsul qirg'inchiligi qatorliqlar keyin-keyindan maydonga keldi. Biz hozir bu atalmış qora Uyg'urlar ustida jiddiy tadbir qo'llanish bosqichida. Qora Uyg'urlar? Bu nima degan gap?
so'radi Sheyxday. Men bu haqda maxsus bir doklad tayyorladim. Uningda ular to'g'riliq ma'lumot bor va biz qo'llanmoqchi bo'lgan tadbirlarmi yozilgan. Ko'rib chiqib tasdiqlashingizni umid qilaman. Qora Uyg'ur bo'lamdi, oq Uyg'ur bo'lamdi, ularga hargiz va hargiz rahim qilmaslik kerak. Onu men qayt-qayt ta'kidladim. Biz bu ishda uzil-kesil unum yaratmoqchi hargiz to'xtab qolmasligimiz kerak. Bu ishni boshladikmi, endi to'xtatish imkonimizmi yo'q? Qachoniki g'arbiy diyor to'liq tozlanmoqcha qat'iy rahimdil bo'lishga bo'lmaydi. Chet elliklar nima desa desin, parvo qilmanglar. Oqibatiga mana ega. Ulug' Junxo elining mangulik amilligi uchun bizlar tarixda gunohkor yozilib qolsak mayli. Men hayot chig'imda u diyorda Uyg'urcha so'zlaydigan bir odamning qolmaganligini ko'rishni arzu qilaman. Agar 7-hujjatning kamtuk yeri bo'lsa, 8-nomerli hujjat chiqarsaqmi bo'ladi. Afrika hozir bizning changilimizda. Lazım bo'lsa, o'zim Afrikaga berib, atalmış qora Uyg'urlarning naslini quritib kelaman, dedi Shichoshqa g'azablangan holda. Yig'in zali jimib ketdi. Wang Huning biroz davom qilgan sukutni buzdi. BDT İnsan Hakları Komitetining mas'uli Mishella xonim yaqinning yoqi bizga bek besim qilib ketib o'tdi. Uyg'urlarning ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rman deb. Gerçi bütün BDT bizning qo'limizda bo'lsa-mu, g'arb ellari boshchiligidagi davlatlar biz qo'llangan taktikalarni bir qism davlatlarga qo'llanib, ularni o'zlariga qaratmoqda. Masalan, Isroiliya, Ukraina qatorliq muhim davlatlarning yaqinda ta'virlanib qolishi buning misoli. Mencha bu ishga sal qaramay oldin tadbir qo'llanishimiz lozim. Bo'lmasa dushmanning maydonini asta-asta egallab ketishiga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Cao taga lianxego. Sheyxday tuyuqsiz og'zini buzib soldi. Hammani qilayotgan Amerika jahongirligi. Ularning lapangshib o'layil deb qolgan prezidentining davrida cho'ng-cho'ng ishlarimizni qilib olishimiz kerak. Ta'limimizga mush qeyri saylanib qoldi. Agar Trump degan iblis qayta saylangan bo'lsa, cho'qimda yoq siqishib qolgan bo'lardik. Mana hozir bizga hamma shart hozir. Bizni qo'rqita oladigan birdan bir kuch Amerikami hozir bizning chiroyimizga qaraydigan holatda. O'ylab bakinglar. Agar davlatimiz shu qadar kuchli bo'lmagan bo'lsa, Mangwanzhou'ni qaytarib akila olardik. Bizning o'rnimizda boshqa har qanday bir davlat bo'lgan bo'lsa, buni hargiz qila olmagan bo'lardi. Shunga kesib deymanki, bizda hozir dunyoni titrakida kuch bor. Amerikasidan qo'rqmaymiz. Oldimizda Tayvanni vatan qo'yniga qaytarib kelishdek ulug'vor planlarimiz bor ekan, Uyg'ur masalasidek ushoq masalalarning vaqtimizni elishiga hargiz yo'l qo'ymasligimiz lozim. Shunga put-qo'llarni qo'yib o'tib, dadil harakat qilinglar. Osmon o'rilib tushsa, mana men yo'lib olaman. Bundan keyin agar Uyg'urlar to'g'riliq yana biror quloqqa yoqmaydigan xabar anglab qolsam, meni rahim qilmadi deb qolmanglar. Hargiz yuz xotir qilmayman. Sheyxday ana shu xitobni qilibla g'azab bilan o'rnidan dast turib, yig'in zalidan chiqib ketdi. Davomi bor.